Keyingi yillarda yurtimizda sertarmoq fermer xo'jaliklari vujudga kelayotganligi qishloqda ikkita muhim masalani hal qilish imkonini berayotganligi bor gap. Birinchidan, mahsulot turi va sifati oshib borayotgan bo'lsa, ikkinchidan, aholi bandligi ta'minlanmoqda. Buxoro vohasida o'z o'rni va mavqeiga ega bo'lgan Vobkent tumanidagi Zarafshon zamini Saxovat fermer xo'jaligida paxta va g'allachilikdan tashqari issiqxona xo'jaligi yo'lga qo'yilishi ishlab chiqarish faoliyatida qolaversa, oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishda burilish yasadi. Bozor ilmini puxta egallagan Bahodir aka G'afforov hamisha yangilikka intiladi. Farzandlariga doimiy maslahat, tavsiya va ko'rsatmalar berib, ulkan marralarga erishmoqda. Qishloq xo'jaligida ishlab, qishloq xo'jaligidan pensiyaga chiqdik. Mana hozirgi kecha kunduzga qo'limizdan kelgancha yoshlarga ham o'zimizda amaliy bilimlarimizni, ko'rsatmalarimizni ham nazariy bilimlarimizni o'rgatib, qo'ldan kelgancha yordam berib kelyapmiz. Juda katta o'zgarishlar, ayniqsa fermerlarga, yoshlarga berilayotgan imkoniyat. Ayrim payt o'ylab qolasan, qani endi shu avvalroq shu imkoniyatlar berilsa edi. Mana kundan kun mamlakatimiz rivojlanib boryapti. Odam aql bovar qilmaydigan darajada shiddat bilan rivojlanib ketayotgan respublikamizga albatta bu ishlar juda yarashib boryapti. Ayniqsa prezidentimiz fermer dardini yuragiga qo'l solib, nima muammolari, qanaqa qiyinchiliklar qiynayotganliklari hammasini o'rganib chiqib, qarorlarni qabul qilyapti. Mana masalan shu o'zimizda shu issiqxonani oladigan bo'lsak, imkoniyat bor. Fermerlarning orqasida, tadbirkorlar orqasida prezidentimiz o'zlari turgani uchun hech ikkilanmasdan, qo'rqmasdan o'sha katta kreditlarni olib ishlarni mana shu ishlarni qildik. Bu albatta o'zining natijasini beryapti. Juda yaxshi natijasini beryapti. Bir yilda avvalgi yillarda boshlanishida bir marta hosil olardik. Ana endi bir mavsum davomida 2 marta hosil olishga o'tdi hozir. Bu bodringni Milan navini erta oktyabrning oxiri bilan noyabrning boshi bilan chiqaramiz. Xudo xohlasa dekabr oylari, yanvar oylarida ikkinchi hosil pomidorni, ko'chatlarni o'tkazib, kelgusi yil mart, aprel oylariga pomidorni chiqarsak ham bo'ladi. Ma'lumki, davlatimiz rahbarining shu yil 4-sentyabrdagi qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat solig'ini hisoblashning soddalashtirilgan tartibini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni barcha yer egalari qatorida Bahodir G'afforov kabi fidoyilarni ham yangi g'oyalar sari undadi. 4-sentyabrdagi muhtaram prezidentimizning qarorlari fermerlar uchun ishonch, yana bir karra quvonch berdi. Mana shu qo'shilgan qiymat solig'ini paxta va g'alladan tashqari boshqa ekinlarga nol qiymatda qilinishi juda katta yordam bo'ladi. Albatta buni ishlab turgan mana shu fermerlarning o'zi yurakdan his qilib buni sezyapti. Shuning uchun bu yana bir qadam, yana bir karra shu fermerlarga qilinayotgan yordamni bir mahsuli bo'ldi. Albatta bundan foydalanib ko'pchilik fermerlarimiz yana ham o'ziga ishonch hosil qilib kattaroq marralarni ko'zlab ishlashga kirishdi. Qish deysizmi, qahraton sovuq qor deysizmi, bozorga kirsangiz xuddi yozda pishib turgan mahsulotlarni xohlagan turini olib iste'mol qilishingiz mumkin. Bu nimadan? Mana shu qishda ham, bahorda ham, 4 faslda ham mahsulot yetkazib, mahsulotni xalqning dasturxonini ta'minlash uchun mana bu oziq-ovqat xavfsizligi dasturiga labbay deb javob berish maqsadida bu ishlar qilinayotganini o'zi isboti sizga mana shu. Qaysi bozorga kirmang, ko'zingiz qamashadi mahsulotlarni qarab. Bu o'zidan o'zi bo'layotgani yo'q. Aynan hozirgi kecha kunduzda Buxoroda qishki sovuqqa chidamli, eng muhimi inson organizmi uchun vitaminga boy bo'lgan oziq-ovqat ekinlarini ekishga jadal kirishilgan. Siz tasvirda Vobkent tumanidagi Teraklik fermer xo'jaligida sarimsoq, piyoz ekish jarayonlariga guvoh bo'lyapsiz. Albatta bugungi kunda yer egalari davlatimiz tomonidan yaratilayotgan qulay imkoniyat va berilayotgan zarur imtiyozlardan samarali foydalanishga intilmoqdalar. Mana masalan, qishloq mulkdori O'tkir Sharipov takroriy ekin sifatida loviya, kartoshka va sabzidan yuqori hosil kutmoqda. Shu bilan bir qatorda qish davrida ham yerdan rizq undirish uchun sarimsoq, piyoz ekishga kirishgan. Biz bu yil g'alla hosildorligidan 60-70 sentnerdan hosilni oldik. G'alladan bo'shagan yerlardan loviya, sabzi, kartoshka ekinlarini ekib parvarish qilmoqdamiz hozir. Bundan tashqari ana 90 bosh ekinlardan boshlab yordik, ona sarimsoq, piyoz ekinlarini ekishni boshlab yordik. Maqsadimiz bozorni to'ldirish. Shu bilan birgalikda shu fermer xo'jaligi a'zolari, keyin kam ta'minlangan oilalarga shu yetishtirgan mahsulotimizdan yetkazib berish.
Tumanda fermerlar bilan bir qatorda tomorqa xo'jaliklari ham davr bilan hamqadam, zamon bilan hamnafas ish olib bormoqda. Masalan, o'zining mo'jazgina ekin maydonini botanika bog'iga aylantirgan Baxshulla aka Yorov tumandagi Ko'lixatim mahallasiga qarashli Baxshiyon qishlog'ida istiqomat qiladi. Xonadondagi tomorqaning bir qarich maydoni ham bo'sh turgan emas. Ayniqsa, anor yetishtirish hadisini olgan qahramonimiz bozorlar arzonligini, dasturxonlar to'kinligini ta'minlamoqda. Mana ota-bobolarimiz dehqonchilik qilib shug'ullanib kelgan. Mana men tajribamdan kelib chiqqan holga, mana tomorqamga anor, behi, nok, gilos, shaftoli daraxtlardan unumli foydalanib daromad olib kelyapman. Mana anorni misol qilib oladigan bo'lsak, mana hovlimga 12 tup anor bo'ladigan bo'lsa, shundan har biridan 50 kilo, 60 kilodan hosil olyapman. Mana bu oladigan hosilimni elimiz dasturxoniga yetkazib beryapman. Mana shuni ketidan oilamizga qo'shimcha daromad olib kelinyapti. Yana qo'shimcha ravishga mana nok daraxtidan, behi daraxtidan, shaftoli, uzum mahsulotlaridan ham xuddi shunday parvarish qilib elimiz dasturxoniga yetkazib beryapmiz. Xonadonga 2 so'tik issiqxona mavjud. Dekabr oylarigacha xalqimizga bozor mahsulotlarini yetishtirib beramiz. Tuman fermerlar kengashi mutaxassislari va mahalla yettiligi tomonidan hududlar kesimida ekin-tekin jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan tushuntirish ishlari olib borilyapti. Joylarda tashkil etilayotgan ko'rgazmali seminarlarda esa usta dehqonlar tajribalari keng tatbiq etilmoqda. Albatta, odamlar ongiga bugungi oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirishdek muhim masalani har tomonlama singdirish nihoyatda zarur. Mana bu fermer xo'jaliklari, aholi tomorqalari va dehqon xo'jaliklari bilan joyida borib uchrashib, 90 bosli ekinlarni ekishni yo'lga qo'ymoqdamiz. Mana masalan hozir biz Jo'rabod hududiga kelganmiz. Fermerlar, dehqon xo'jaliklar, tomorqa egalari bilan seminar o'tkazamiz. Seminardan maqsad 90 bosli ekinlarni ekish hamda shundan daromad olish. Biz bilamizki, bu 90 bosli ekinlar vitaminli qishloq xo'jaligi mahsuloti hisoblanadi. Shu bozorlarda aholimiz olib yeb, sog'lom bo'ladi. Tumandagi Jo'rabod qishlog'ida yashovchi O'ktam Xudoyberdiyev o'z tomorqasining har bir qarichi bilan hisob-kitob qilmoqda. U shaxsiy ekin maydonida barpo etgan issiqxonasida ayni paytda sitrus mevalari parvarish qilinyapti. Hamkorlikda hikmat bor. Xonadon egasi bu borada navoiylik hamkasblari bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Ko'p narsa niyatga bog'liq ekanda. Niyat qilib issiqxonani, ixcham issiqxonani qurdik. Navoiy viloyatiga bordik. Banan olib kelib qurdim. Mana hozir endi 6-oy rivojlanish yaxshi. Xudo xolasa bu papayalar mana bular endi gullaydi. Bu endi issiqxonaga har bir qarishi bo'sh qolmasligi uchun shuni olib boramiz ichiga mana ismilolani ekdik. Bu ish qanday, bu ko'chatlar zarar qilmaydi, ta'sir yetkazmaydi, ziyon qilmaydi. Bundan tashqari tomorqa egasi anorchilikni ham rivojlantirib, har yili bu borada barakali hosil ko'tarmoqda. Bugungi kunda uning anor bog'ida shifobaxsh mahsulot tobora pishib yetilyapti. Zahmatkash bog'bonning limonchilikdagi sa'y-harakatlari ham tahsinga loyiq. Kichik maydondan katta daromad olib, to'kinlik yo'lida doimiy izlanishlar olib bormoqda. Inson o'z mehnatining pirovard natijasidan bahramand bo'la olsa, yanada astoydil izlanadi. O'ktam aka qishloq xo'jaligi ilmini yaxshi biladi. Shuning uchun ham u oilasiga kichik maydondan katta daromad keltirmoqda. Mehnat qilgan odam hech kam bo'lmaydi. Bu tomorqa, bu xazina bu. Mana shulardan bir 15 million ziyodroq daromad olaman yiliga. Mana bu limon qo'shildi, bananlar endi bu yil o'g'ayga yetar xudo xolasa. Bemalol 20 million ziyodroq ham daromad beradi. Kichik tomorqamdagi yetishilayotgan anorlar to'g'risi gapirayotgan bo'lsam, hozir ana shu mana bu yerdagi ana bu anor bu 55 tup qara navli anor, yupqa po'choq deyiladi. Bunga talab juda katta. Shirin anordan, yupqa po'choqdan ham bu suv bo'ladi. Bunga talab juda katta. Yupqa po'choq anorini ko'proq parvarish qilyapman. Buni qalamchasidan bir 40 dan ziyod odamlarga berganman. Shu atroflarda Shopirgonni hamma burchagiga bundan olganman. Tanishlar olib ketgan. Hozir ular ham hosil olyapti. Bir anor mevasi emas, buni qalamchadan ko'paytiramiz. Mana biltir 500 talar yetishtirib berdim. Endi hozir ham endi nasib bo'lsa endi kuzga 1000 ta 2000 ta tayyorlayman xudo xolasa. G'ijduvonda ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklari yil sayin o'zini o'nglab, qaddini rostlab, aholi farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Masalan, Respublika Fermerlar kengashi huzuridagi fermerlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi tomonidan tumandagi
Anvar ota zamini fermer xo'jaligiga ajratilgan 3 milliard 500 million so'm imtiyozli kredit mablag'i evaziga yer egasi paxta, g'alla va chorvachilikdan tashqari broyler jo'jalari parvarishini ham yo'lga qo'ydi. Bu esa bandlik va to'kinlik uchun asos bo'ldi. Ta'bir joiz bo'lsa, ayni shu kecha kunduzda ishning ko'zini biladigan fermer ixtiyorida jami 100 ming bosh broyler jo'jalari bor. Intilganga tole yor deydi dono xalqimiz. Fermer o'z daromadini oshirib, jamiyat rivojiga hissa qo'shmoqda. Biz bundan keyin ham fermerlarni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi loyihalar ustida ish olib bormoqdamiz, deydi fermerlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi Buxoro viloyati hududiy vakili Shahlo Nasimova. Anvar ota zamini fermer xo'jaligida parrandachilikni rivojlantirish bo'yicha ham 3,5 milliard kredit mablag'lari ajratildi. Bu kredit mablag'larini ajratishdan maqsad shu aholida go'sht mahsulotlarini yetishtirish, bozorlarda parranda go'shti bilan ta'minlash. Xullas, fermer bugun qishloqdagi fidoyi ishlab chiqaruvchilardan biri. Yangi texnologiyalar asosida ish olib borayotgan tashabbuskor yer egalari safi yil sayin kengayib borayotganligi, mamlakatimiz obodligi, xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qilishi shubhasiz.